Yo, salom hammaga bolalar, do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun o'yinimizda car parking multiplayer bo'ladi. Bilasizlar, kimgadir qiziq bo'lsa, car parkingni yangi tashlagan bo'lsa, yangi yuklab olganlar bo'lsa, Telegram kanallarim bor, tanishlarimdan o'zim Telegram kanallarimga kirsanglar, akkauntlar bor, xohlasanglar hech kimga yozinglar. Bepulga akkauntlar beraman, car parkingdan, dilistdan. Car parking versiya aytgancha yangilangan. Celeste qaranglar, farasi qoraygan, endi sizlarda ham shunaqa bilmadim. Farasi qoraygan qaranglar. Celeste chiroyligina dunyo qilib qo'yaman. Sizlarga mersmi yo benzimi bilishlar? Kommentariyada kutaman fikrlaringizni. M8 podarka qo'raman bepulga. Agar mani gonkada yutsa, men M8 da chiqaman. Mani gonkada yutsa, ot kuchini aytib o'tay oldindan. Ot kuchi kam 620 da. Agar mani gonkada yutib qo'ysa, kuchaytirilmagan stok yutib qo'ysa, mani shu M8 shunday podarka qo'raman. Buni olmaydi bilsanglar kerak. Shuning uchun aytyapman. Mana avtomobil probegini teklarni Shoh akanikida qilib qilib qo'yganman. Yoqqan bo'lsa bitta like, yoqmagan aytgancha Instagram akkauntim mobil akkauntimda 950 ta obunachi bo'ldim. Aniqrog'i bu akkaunt 3 bitdi. Yangi Instagram akkaunt ochdim. Shunga obunachiga 55 tami bor. Xudo xohlasa 2003 bo'laman. Do'stlar, hozircha shuncha. Instagramga nega beradim? Instagramga to'g'ri vaqt bo'lmayapti. Shuning uchun video qo'ymayapman. Vaqt bo'lmasa ko'paytirib tashlayman. Probegim yangi 9 почти 3 kilometr yurdi. Yangi buni pulga sotib olasizlar, biladi. Az kursdan Instagram kim yozibman.